ba'zan o'ylab qolamanda. Insonni hayotda muammolarga eng ko'p olib keladigan narsa o'zi bu nima? Bu atrofidagi insonlarmi yoki o'zini ichida kechayotgan hissiyotlarmi? Inson har xil holatda muammolarini to'g'rilashga harakat qiladi. Munosabatlarda, ishda, shaxsiy rivojlanishda yoki bo'lmasam hayot tarzida. Lekin ularni umumiy yig'indisini mundoq olib qarasak, bu insonni o'zini erkin qo'ya olmasligiga borib taqaladi. Har qanday inson bilan konflikt chiqib kelyaptimi? Har qanday inson bilan munosabatlaringizda muammo bormi? Demak, siz u yerda erkin emassiz yoki asl holatingizda emassiz. Asl holat nima degani? Insonning haqiqiy meni, samimiy bir holati. Lekin ko'pincha inson mana shu samimiy menini erkin qo'ya olmaydi. So'zlarida erkinlik yo'q, harakatlarida erkinlik yo'q, ichki ruhiyatida erkinlik yo'q va mana shu erkinlik bo'lmaganligi uchun ham munosabatda, muomalada biz mazza qilib suhbatlashishimiz mumkin bo'lgan jarayonlarda ichimizdagilarni aytolmay o'tiramiz. Shuning uchun avvalambor inson o'zini erkinligini ta'minlash kerak. Erkinlik uchun sizga bir keng maydon shart emas. Inson avvalambor ichki hissiyotlarini zanjirlardan ozod qilish kerak. Mana shu ko'rinishda erkinroq harakat qilinsa, fikrlar erkinlikda aytilsa, yaqin insonlariga yoki yonidagi odamlarga o'z fikrlarini to'g'ri muomala qilish yordamida yetkazib bera olsa, insonda muammolar 90% ga kamayadi. Chunki eng ko'p muammolarning ildizi bu bir-birini tushunmaslikdan kelib chiqadi.